10 ming so'mlik magazinimizdan hammaga salom. 10 ming so'mlik magazinimizga juda ham katta yangiliklar keldi. Katta partiyada kiyim-kechaklarimiz kelgan. Xalq mazza qilsin, ishtixonlik xalqimiz mazza qilsin deb turib juda ham ko'p yangiliklar keldi. O'sha hamma so'ragan yelim supurgilar kelgan. Detisklasinalarimiz kelgan. 8 ming so'm, 10 ming so'm. Xalq mazza qilsin deb turib har xil turdagi kiyim-kechaklarni bomba qilib uyib keldik. Chaqaloqlarga yangi bor futbolkalar so'raganlarga material paxtalik 10 ming so'mlik juda ham go'zallari keldi. Dvoykalarimiz har xil turlari kelgan. 5 ming so'mlik short futbolkalarimiz kelgan. Katta razmerdagi 50-60 gacha bo'ladigan katta futbolkalar kelgan. Mana 56 gacha bo'lgan futbolkalarimiz kelgan. Narxlari 10 ming so'm. Har xil turdagi qizlarimizga 50 razmerlik har xil ratsetkalar bor. Har xil qizlarning rasmlari bori kelgan. Narxlari 10 ming so'm. Kelaverasizlar. Mana bu nima deyapti? Bu 10 ming, ikkita 15 ming so'm, donaga 8 ming so'm, yangi yo'q variant. So'raganlar uchun. Katta qizlar futbolkalari kelgan. Narxlari 10 ming so'm. Setkali varianti yangi yo'q, 10 ming so'm. Yoqali variantlar kelgan. Narxi 10 ming so'm. Har xil turdagi o'g'il bolalari kelgan. Narxlari 10 ming so'm. Kelaverasizlar. 4 ta 10 ming so'mlik o'sha trendda bo'lgan shortlarimiz yana kelgan. Korobkasi bilan kelaverasizlar. Narxi zakazga so'raganlar bor edi. Yaxshiroq futbolka, kattaroq razmerda har xil rassetkadagilar futbolkalar olib kelingizlar deganlarga kelgan mana. Narxlari 20 ming so'm zakaz qilganlar uchun. 15 minglik zakazli futbolkalarimizdan keldi. So'raganlar uchun kelaverasizlar. Razmeri 60 gacha bo'ladi. 10 ming so'mlik magazinda kelgan yangiliklarni qochirmaslik uchun bizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ishtixon 10 ming so'mlik magazinimizga juda ham ko'p yangiliklar kelishda davom etyapti. Ikkinchi partiyada shortlar reklamasini qilib beraman.